bugungi tadbir, ya'ni Qo'qon maktablarining tarixchi o'qituvchilar bilan uchrashuvimiz juda bir maroqli tusda o'tdi. Bu uchrashuvni nomini Qo'qon tarixining dolzarb masalalari deb atash mumkin. Bizga ma'lumki, Qo'qon tarixi O'zbekiston tarixi darsliklarida juda kam yoritilgan. Shu tufayli o'qituvchilarimizga Qo'qon tarixining qorong'u tomonlarini, hali darsliklarga kirmagan, hali matbuotda e'lon qilinmagan tomonlarini bildirib o'tishimiz kerak edi. Shu tufayli mana shu uchrashuv tashkil qilinibdi. Shundan unumli foydalanishga harakat qildik va o'qituvchilarga avvalo Qo'qon shahrining eng qadimgi tarixi haqida ma'lumot berildi. Qo'qon shahri tarixi haqida umumiy ma'lumotlar bor-u, qadimgi tarixi hech qayerda yoritilmagan edi. Mana bu Qo'qonning eng qadimgi tarixi, ya'ni arxeologik qazish ishlari natijasida topilgan ma'lumotlar asosida Qo'qon qadimgi bir Qo'qon davlatining poytaxti bo'lganligi, uni o'z o'rdasi bo'lganligi va mana shu o'rdani arxeologlar tomonidan topilishi haqida ma'lumotlar berildi. Undan tashqari Qo'qonning Qo'qon tarixidagi yana ko'p narsalar, ya'ni Qo'qonda ko'p sohalarda birinchi bo'lganligi, Qo'qon juda ko'p sohalarda o'zining birinchiligi bilan mashhur, ya'ni Qo'qonda birinchi bo'lib adabiy muhit tashkil topgan. Qo'qon adabiy muhiti juda katta bir hodisa. Qo'qonda juda ko'p shoirlar, adiblar yashab ijod etgan. Mana shular haqida ham biroz ma'lumot berishga to'g'ri keldi. Bundan tashqari Qo'qonda Qo'qon futboli ham Qo'qonda nimalardan biri, Qo'qonni nomini ko'taradigan nisbatlardan biri. Mana shular haqida ham ma'lumot. Keyin Qo'qonni yana hech kim bilmagan jihatlari, Qo'qon nomi bilan ataladigan joylar haqida, narsalar haqida, iboralar haqida ma'lumotlar berishga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni Qo'qon mana bizga ma'lumlari Qo'qon arava, Qo'qon do'ppi kabi narsalar ma'lum, lekin boshqalari Qo'qon bilan bog'liq so'zlar ma'lum emas. Mana shu Qo'qon bilan bog'liq 350 dan ortiq so'z va ibora borligi ma'lum qilindi bularga. Mana bular qiziqqanlar bizni kitobimizdan shu batafsil berilgan, shularni olib o'qishlari mumkin. Bundan tashqari yana Qo'qonni adabiy muhiti bilan bog'liq voqealar, Umarxonni shaxsiy hayoti, Nodira bilan kechgan umri, Nodira bilan bo'lib o'tgan voqealar, xususan iftor voqealari, Qo'qonda Qo'qon xonlarining o'ziga xos odatlari, Qo'qonda serobchilik bo'lganligi va juda ko'p Qo'qonda hali tarix o'qituvchilarimizga ma'lum bo'lmagan tomonlari haqida ma'lumotlar berildi. O'sha Chorsuv, 7 ta Chorsuvni sanab bering, Chorsuvlarni. Hop. Prosta sanab bering bo'ldi. Hop. Mana savollar bo'ldi Qo'qon Chorsuvlari haqida. Qo'qonda 7 ta Chorsuv bo'lgan. Birinchisi, asosiysi Katta Chorsuv, keyingisi Yangi Chorsuv, yana bittasi Vaqf Chorsuv, Vahm Chorsuv degan so'zga aylanib ketgan. Keyin Baqa Chorsuv. Bu asli Bihor Chorsuv bo'lgan, keyin Baqa Chorsuvga aylanib ketgan. Undan keyin Zambar Chorsuv, bu hozirgi Kashmarlar maydoni o'rnida joylashgan. Keyin Takiya Chorsuv, Sobir Abdulloh mahallasida joylashgan va nihoyat oxirgisi Rayhon Chorsuv, bu hozirgi Quduqluq va Merkaminat hududlarida mavjud bo'lgan chorsuvlar. Bu chorsuvlar ko'pligi bo'yicha ham Qo'qon birinchi o'rinda turadi. Chunki ba'zi bir shaharlarda hatto chorsuv ham yo'q. Misol uchun Marg'ilon, Farg'ona,
kabi shaharlarda chorsuv degan so'zlarni o'zi yo'q. Buxoroda ham chorsuv yo'q. Shu Samarqandda bitta bor, Toshkentda bitta bor, Qo'qonda 7 ta chorsuv bo'lgan. Shular haqida ma'lumot berildi. Hammalariga minnatdorchilik bildiraman. O'zim nomimdan, ustozni nomlaridan. Ustoz endi shunday insonlarki, Qo'qon tarixi bo'yicha olim insonlar. Bunday insonlar 100 yilda bir marta keladi. Bizga baxtli insonlardanmiz. Shu inson bilan ko'rishib, suhbatlashib, shu insonda darslarni olish nasib qilyapti. Hammamizga ham nasib qilyapti. Bunaqa inson kamdan kam keladi. Rahmatlik Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini bir necha bor suhbatlarda bo'lgandim. Endi juda ham boshqacha odam taassurotlar bo'ladi. Domlada ham shunaqa nimalar bor. Bu kishi bilan qachon suhbatlashsam mana shunaqa holatga tushaman. Sababiki tirik tarixlar, shahrimizda tirik tarixi bo'lishadi inson. Avvalo men o'zim baxtli insonlar, mana onam, mana singillarim, bizni oiladagi hammalari ko'pchilik bizda pedagoglar. Men mana bir necha yillar o'sha shahrimizning 8-maktabda boshlang'ich sinfdan dars berib, o'zi mana nafaqadagi singillar maktabda ishlashadi hozir. Yoshligimdan shu ham kechqurunlar shu dars tayyorlash, konspekt qilishadi, ertagaligi nimaligi. Yo'llarda o'tirib olib men nima qilardim? Ukamlar uxlab yotishardi. O'sha menga shu onamning yonlarida shu onamning mehnatlarini, o'qituvchining mehnatlari, zahmatini qanaqaligi men bilaman. Yoshligimdan ko'rganman shu narsani. O'shaning uchun men sizlarga hammalariga katta rahmat deyman. Sizlar shu bizni avlodlarimizni, bizni farzandlarimizni tarbiyasiga, kelajagiga, ma'naviyatlariga ta'sir qiladigan insonsizlar. Qanajonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ko'p yillarga sizlar bilan mana shunaqa o'tirishlar, shunaqa nima qilishlar, farzandlarimizga shunaqa berayotgan darslaringda natijasini va oxiri ko'rish bizga nasib qilsin inshaalloh. Shunday tarix shunday narsa ekanki, o'zim soha bo'yicha men iqtisodchiman. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini bitirganman. Bir necha yillar mana shahrimizdagi ko'p tashkilotlarda rahbar bo'lib ishladim. Oxirgi mana ishlagan joyimdan Qo'qon shahar hokimining birinchi o'rinbosari bo'lib ishladim. Lekin baribir tarixga bo'lgan qiziqishim uchun yoshligimdan tarixga bo'lgan nimam mani ketmadi. Qanaqa ishni qilgan taqdirimda ham bir kecha va bir yo'limda shu tarix bo'yicha qiziqishim bo'lardi. Uyga borib, har bir vaqt ajratib, shu tarix bo'yicha bir narsalar yozib, so'rab tushunmaganlar domladan kelib so'rab ketaman, o'zlaridan domla mana bunaqami deb, mana ikkita ishdan ma'lumot chiqib, qaysi biri to'g'ri bo'ladi deb, shahdan so'rab ketaman. Tanajonlar sog' bo'lsin ustozni. Shu orqali ijtimoiy tarmoqlar shunday bo'lib ketdiki, hozir hammamiz yoshdan kattaning qo'lida telefon bo'ldi. Men nevaram bor. 1 yoshdan o'tdi. Shu ham shu telefon deydi. Multfilm ko'rganlar shu televizorda qo'yib bersa shuni ko'rmaydi, shu telefonda ko'radi. Demak, bolalarga hozir endi bu avvalo shunaqa davr kelyapti. Bolalarda shu telefonga bo'lgan qiziqish, bundan keyin ijtimoiy tarmoqlarga katta bo'lgan qiziqish ortib boryapti. Men o'zim ham shu ijtimoiy tarmoqlarda nima qilyapti aytdim, shu narsaga men ko'p bo'lib tarix bo'yicha Buxoro, Samarqand, Xivani tarixlarini ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ko'rdim. O'sha boshida, o'sha turinglarni boshlagan paytimda Qo'qon shahri, Qo'qon xonligi tarixi bo'yicha ma'lumotlar juda kam berilganligini ko'rdim. Vaholanki, mana domla yaxshi biladilar, Qo'qon xonligi O'rta Osiyo xonliklarining eng kattasi bo'lgan. Eng kattasi bo'lgan. Va keyinchalik ham Turkistonga ta'sir o'tkazgan eng katta shahar Qo'qon bo'lgan. Bu to'g'rida hech kim yozmayapti. Hech kim ma'lumot bermayapti. Qo'qonda yetishib chiqqan shuncha olimlar, shuncha donishmandlar, shuncha jadidlar, shuncha davlat rahbarlari to'g'risida ma'lumotni hech kim bermayapti. To'g'ri, kitoblarda bor. Lekin kitobda hamma ham olib bo'lmaydi. Bu kitoblar juda kam nusxada chop qilingan, kam nusxada. Ma'lum bir joylarda, biblioteklarda bo'lmasa, ko'pchilik odam uni olib topib o'qiydi. Mutaxassislar topib o'qish qiyin. Men o'zim ham bitta kitob topish uchun shu bitta men yo'nalish bo'yicha, tarix bo'yicha nechta domlarimizlardan qancha so'radim. O'zlaridan qancha mana qayerdan topsam bo'ladi, kim yozgan ekan, domla shu qanaqa ekan, sizlar kitobingizda bor ekan shu narsa. Bu kishi ham hattoki
bir xilgi kitoblarni tirajlari kam bo'lgan, Baxtiyorjon man bevorganman, aslida bunaqa bo'lgan deyishadi. Lekin ijtimoiy tarmoq hammani qo'lida bor. Hamma o'qiydi. Qo'qon tarixi, Qo'qon shahriga bo'lgan qiziqishni orttirish uchun, qiziqishni qolgan joylar oldida orttirish uchun men ijtimoiy tarmoq orqali ma'lumotlar berishga tushdim. Va bu orqali mana aradan 4 yil o'tgan bo'lsa, ma'lum bir natijalarga erishdim. Mana o'sha maqolalarimni, Qo'qon tarixi bo'yicha maqolalarimni tarjimalari mana hozir chet ellarda ham chiqyapti. Amerika, Yaponiya, Isroil, Turkiya, Saudiya Arabistoni, qo'shni davlatlarda ham chiqyapti. Nimaga? Demak, Qo'qonga bo'lgan qiziqish ularda bor. O'sha bizdan ketganlarda avlodlari o'sha yerda yashaydi. Yo biz bilan bog'liq bo'lgan insonlar yashaydi o'sha yerda. Ota-bobolarimiz shu yerda yashagan. O'sha mana Vadayevlar, mana Patilaxovlar, Avosimxayevlar bilan shu jurnalistlar, Kraftlar va yekamat qurganlar, ular o'sha yerda yashaydi, ketgan o'sha yerda. Ota-bobolari shu yerda yashaganligini, nima ishlar qilganligini bilishga qiziqadi ular. O'zi biladi, lekin bizni shaharda biznikilar ham biladimi? Qiziqarmikan shu hozirgi avloddan beri? Shunga ular qiziqishga xohlaydi shu narsani. Mana o'sha qilib maqolalar chiqqandan keyin ular mendan ruxsat so'rab, o'sha yerda o'zlarida shu tajribalarni chiqarishni boshladi. Natijada biz shu darajaga chiqdikki, mana hozir mana bugun mana Telegram kanaldan chiqib, 2 oyda Telegram kanal ochganlik 2 oy bo'ldi. Tarix panorama kanali. A'zo bo'lgan bo'lsalar kerak ko'pchiliklar. Ma'lumotlar berib boryapmiz. Mana kecha men oxirgi 2 oy bo'ldi 16-chi mayda 100 mingdan oshiq odam kuzatdi. 100 mingdan oshiq odam. Demak qiziqish borku. Qiziqyapti-ku. Yana bitta narsa, men o'zimni soham bo'yicha hokimiyat xizmatida ishlagan paytimda 3-4 maktablarga bordimda tarix o'qitishni kuzatdim. Darslar qanday o'tilgan? Endi men hozir o'zim aytmayman, qaysi maktabimda 3 maktabga bordim. Avvalo rahmat sizlarga, mehnatlaringizni men ko'rib turibman, bilib turibman. Sizlardan shu narsani men iltimos qilaman. O'sha kuzatishlarni davomida shunday bo'lsa ekan, demak standart ravishda dars o'tilmaydi. Standart ravishda. O'sha metodika bo'yicha qanaqa bo'lgan bo'lsa, o'sha bo'yicha o'qitilyapti. Rahmat. Hech qanaqa nima yo'q, muammo yo'q. Hech qanaqa nima yo'q. Rahmat sizlarga. Lekin sizlardan bitta narsani iltimos qilardimki, o'z ona shahriga bo'lgan qiziqishni ham bolalarga ko'proq aytib o'tsalar. Umumiy tarixda bas, o'zi yashab yurgan shaharga bo'lgan qiziqishni ham bildirib o'tsalar. Shahar tarixiga bo'lgan, shaharda qanaqa insonlar yashagan, nima ishlar qilgan, shaharda o'rni tarixda qanaqa bo'lgan va biz qanga qarab ketishimiz kerak. Tarix kelajagimizda endi. Kimga qarab intilishimiz kerak, kimlardan o'rnak olishimiz kerak. Uzoq-uzoqdagi chet ellardagi falonchi pisonchilardan emas, o'zimizning shahrimizda, o'zimiz balki ularda ota-bobosidir bir uchar insonlar. O'sha buyuk shaharda buyuk ishlar qilgan insonlar, balki o'sha sizlar o'qitib turgan farzandlarda ota-bobolaridir. Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana shahrimizdagi 6-maktabda Qo'qon tarix fan o'qituvchilari bilan uchrashuvlar bo'ldi. Bu uchrashuvlar juda ham yaxshi nimada o'tdi. Savol-javoblar bo'ldi. Biz javob berdik. O'ylaymanki, bu narsa ikki tomonlama manfaatli bo'ldi deb hisoblayman. Buning uchun mana shu uchrashuv tashkilotchilaridan Abdurahmonjon Rahmatullayev, Mahmuzaxon Azimjonova Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limiga o'zim nomimdan va domla Yahyoxon Dadaboyev nomlaridan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.